Ha, Dilshoda, tilla zanjirimi keldi. Hammasi tayyor. Kumush braslet, kumush uzuvlarni ham tayyorlab qo'ydim. Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom. Qizimni hech kimdan kam joyi yo'q. Ha, ortig'i bilan ortig'iga kam joyi yo'q. Bo'pti, o'zing ham kel, hop, gaplashamiz. Bo'pti. Ha, qizim, yaxshi keldingmi? Nima bo'ldi? Tinchlik, bilmadim. Boy o'qishdan ozgina mazam bo'lmadi. Hamshiramiz ayollar shifokoriga ko'rining deb aytdi. Hoy, sekin. Bu yetgan qiz ayollar shifokoriga borar ekanmi? Xonasini oldida turganingda kimdir ko'rib qolsa, uyat emasmi? Yaqinda to'ying bo'lsa. Bilmasam, hamshiramiz shunaqa deb aytdi, oyi. Hozir hamma o'zicha aqlli. Gapiraveradi. Hozir bitta og'riq qoldiruvchi dori beraman, ichasan. Hammasi yaxshi bo'ladi. Undan ko'rasiz-chi? Qara, men senga tillalaringni olib keldim. Qara, qanaqa chiroyli, ha? Kel, bitta taqib ko'rgin. Mana qara, chiroyli-a? Juda ham chiroyli ekan oyijon. Mani qizim hech kimdan kam bo'lmaydi. Rahmat oyijon. Qizim? Voy, nima bo'ldi, tinchlikmi? Oyijon, qaynonam uydan haydab yubordi. Nimaga haydaydi? Kasalmand kelin kerakmas ekan oraga. Mani davolatadigan pulga ular yengi xotin olib berar ekan onajon. Voy qizim. Yig'lama. O'zimiz davolatamiz seni. Oldinroq davolatish kerak edi-ku, oyijon, aytdim-ku sizlarga, nega menga quloq solmadinglar onajon? Hammasiga men aybdorman. Qo'sha tillalar, chet eldan keltirilgan mebellarni o'ylabman, lekin sog'lig'iga umuman e'tibor qaratmayman. Nima qilsak bo'ladi? Bu kabi holatlar faqat sizda emas. Qiz bolani ginekologga olib borish uyat deb hisoblashadi. Axir qiz bolada ham jinsiy organlar bor. Ularni oddiy qilib aytganda shamollashga, kasal bo'lishga haqqi bor. Qiz bolani ginekologga olib borish uyat emas. Bepushtlik to'ydan keyin birdaniga yuzaga keladigan diagnoz emas. Buni qiz bolada hayzida o'zgarishlar bo'lishidanoq biza e'tibor berib qaratishimiz kerak. Sarpa-suruvlar qilamiz, to'yga chiroyli tayyorgarliklar qilamiz, qizimizga eng chiroyli liboslarni olib beramiz. Lekin ularni o'rniga yoki ular bilan birga ayolning salomatligiga, qiz bolaning salomatligiga e'tibor bersak, mana shu holatga tushmas edik. Endilikda ham davolash imkonimiz bor. Inshaalloh qizingizni davolab, ona bo'lish baxtiga yetkazishga harakat qilamiz.